Sizlarim osh jarayonini boshladi. Yana olov yonyapti. Yog'ni ham quyib oldik. Qizigandan keyin piyoz tashlab olamiz. Mana go'shtlarni ham tashlab olamiz. Yomon piyat bo'ldi-ya. Mana go'shtlar tashlab olamiz. Mana. Go'shtlar so'ygandan keyin og'ini qilamiz. Ana obunachilarim, mana piyoz tashlab olamiz mana. Piyoz ham pishgandan keyin og'ini solamiz. Mana endi obunachilarim so'zini solib olamiz mana. Mana endi aralashtirib olamiz. Men sizlarga mazza osh qilib beraman mana. Mana obunachilarim, mana tuzni solib olamiz endi. Endi aralashtirib olamiz. Mana obunachilarim, kenglarni ko'ringlar. Mana obunachilarim, endi suvni ham quyib olamiz. Mana obunachilarim suvni quyib, bizni kuzatishda davom boshladik. Mana osh jarayonimizni boshladik endi. Mana bizni kuzatib boring. Assalomu alaykum. Guruch tuzlarni tuzni bilib oldik. Endi guruchimizni solib olamiz. Mana guruchimiz. Kuzatib borishda davom et.